Alloh qayerda degan savolni berdi bir ukamiz, o narigi masjidda edim. Men o'zimni gapimni aytishni o'rniga Shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi, maqomi baland, shu odamga gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, Qizilqiyaliman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit Shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak menimcha. Keyin aytayaptiki, men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz a. O'sha Liviyadagi Glavniy bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat. Qancha kitob yozdi? 200 yaqin kitobi bor. Shuning uchun asalari pashaga asalni tezidan yaxshi narsa ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'on o'qimoqchimisiz? Ham arabcha, ham kirilcha Qur'oni Karim. Namoz o'qishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ajoyib ustoz joy namozlari. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu go'zal sovg'alar. 500 xildan ortiq islomiy go'zal to'plamlar. Shu qatorda arabcha, kirilcha Qur'on kitoblari, tag qismida joy namoz, elektronika toshli tasbehlari hamda zamzam suv mushkamlarlarigacha mavjud. Asosiysi ushbu mahsulotlarimizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tavsiya qilamiz. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz barcha shaharlar bo'ylab mavjud. Alloh taoloni zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtanglarda ham buni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm